Assalomu alaykum do'stlar. Tashqi burchak chiqarganimizdan keyin ichki burchakni ham ko'pchilik so'rashdi. Xudo xolisa mana ichki burchakni ham qanaqa chiqarilishdi birgalikda ko'rib o'tamiz. Bitta like bosib qo'yasizlar, xudo xolisa bu videoni tarqatish uchun. Avvalo joyni razmeriga qoshimizni kesib olamiz. Qoshimizni kesganimizdan keyin yon tomonini to'g'ri 1 mm gradusda bunyasidan qochirib, bukib va butun joyimizdan teshik ochib olamiz. Teshik ochishimiz sababi bu yoqdan samarasi xotirsa, samarangiz o'zi bilan birga tunkani shilagini orqa tarafga olib chiqib ketadi. Natijada shilak orqa tarafga chiqqandan keyin o'sha tarafdagi ikkita temirni bir-biriga yopishishi yaxshi bo'ladi. Agar ichkaridan bu yoqqa qarab o'raydigan bo'lsak, shilak tashqariga chiqib qoladi. Natijada ikkita tunka bir-biriga yopishmasdan o'rtasida zazo hosil bo'lib qoladi. Ha, xotiramiz. Xudo xolisa tomosha qilib qo'yinglar. Mana do'stlar, ichki burchagimiz deyarli chiziq holatda chiqdi. Yonidan ko'rilganda chiziq holatda turibdi. Bunga biroz geometrika va ishlov beradigan bo'lsak, deyarli ko'rinmay qoladi. Pastdan birga bir alkapon